Hurmatli obunachilar, laboma ishlarimiz deyarli yakunlab bo'ldi. Bunga qilingan ishlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Albatta like qizartirib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, okamizga obshivkalariga mana qo'l qo'yadigan oyoq tegadigan joylar ekokojadan sho'y qilib gubkali qilib berdik chokimizga. Kommentariyada fikrini yozib yuborasizlar. Bitta karman qilib berdik, chetga qilib. Karmanlik deyarli ko'zga tashlanibdi menimcha. Full varianti shu izolyatsiya bo'lgan. Silenerga bitta chexol o'rnatdik. Tonirovka bo'ldi, solza zashita va kozirovka 14 sentli bo'lgan. Bu yoqdagi ledani solib berdik. Solza zashita ko'rsatkichlarni ham tanishtirib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, nomerdan tortib berib 92% issiqlik ushlab beradi. Ya'ni yozga tayyorgarlik ustaxonaga kirganda bitirib qo'yadilar. 72.8, почти 73% bemalol standartdan o'tadi. Xullas akalar, ishimizni yoqqan bo'lsa albatta like qizartirib qo'yish esdan chiqmasin. Turishiga necha endi? Past nomer qoldirib qo'yam, bemalol aloqaga chiqarizlar xizmatlar bo'yicha. Albatta, xizmat qiladi.